Avtotransport vositalarini sug'urta qilish nima uchun majburiy? Siz bu videoni mashinasi borlarga yuborib qo'ying, men tushuntiraman. Avtotransport vositalari bilan harakat yoki harakatsizlik oqibatida kelib chiqishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarida uchinchi shaxsning jabr ko'rishligida uchinchi shaxsning moddiy muhofazasi uchun majburiy sug'urta qilinadi. Transport hodisasida uchinchi shaxsning yoki uchinchi tomonning zarar ko'rishligi, sog'lig'ini tiklashlik uchun ketadigan moddiy zarar qoplattirilish uchun qilingan majburiy sug'urta. Ya'ni siz sug'urta kompaniyasiga murojaat qilasiz, dalillarni, hujjatlarni keltirib berganingizdan keyin u sug'urta kompaniyasi o'rganib chiqib, keltirilgan zararni qoplab beradi. Majburiy sug'urtaning vazifasi uchinchi tomonning moddiy zararlarni qoplattirishlik uchun. Ba'zi birovlardan o'zim eshitganman, o'zim quloqim bilan, borganing bilan foydasi yo'q, mashinangni tiklattirib bermaydi, mashinani remontiga 1 so'm pul bermaydi deydi. U mashinani remonti uchun sug'urta qilinmaydi. Bu sug'urtaning vazifasi uchinchi tomonning moddiy zararlarini qoplattirishligi uchun. Bunaqa holatda xudo ko'rsatmasin, albatta yuristga murojaat qiling.